Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik vatandoshlarım. Men Uyg'ur radio televiziyasining qurg'uvchilarining va mas'ullarining biri Absalom Niyoz Uyg'ur. Buningdan bir qancha kun ilgari torlarda Uyg'ur agentligining Uyg'ur agentligi yordamingizga muhtoj degan yozmasini uchirtib qoldim. Va Tahir Emin apandimning bu to'g'riliq chiqargan videosini ko'rgandan keyin o'zimning o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Haqiqatan Uyg'ur agentligi Tahir apandim degandek, mushu 3 yil mobaynida ko'p xizmatlarni qildi va belgilik darajada natijalarga erishdi. Alloh ularga ko'plab ajr bersin. Tashviqot xizmati haqiqatan muhim bir xizmat. Buni ko'pchilik qarindoshlarimiz obdan biladi. Lekin tashviqot xizmati qandoq ilib berildi? Uningga qanchalik kuch va mablag' ketadi? Buni ko'p sonli qarindoshlarimiz bilmaydi. Ba'zi qarindoshlarimiz bilsimi, bilmasga selib oldi. Tashviqot hozirgi mustaqillik inqilobimizning eng asosliq va yo'q bo'lsa bo'lmaydigan xizmatlarining biri. Mushundaq muhim xizmatlarni qilayotgan Uyg'urlarning asosliq matbuotlaridan biri bo'lgan Uyg'ur agentligi bugun xalqimizdan yordam so'rab video chiqaribdi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, hozirgi Uyg'ur tashviqotchiligi nihoyatmi ojiz bir saviyada turibdi. Xalqimiz Uyg'ur tarixida misli ko'rilmagan darajada zulm chekayotgan bugungi kunda Uyg'ur tashviqot xizmatlariga qilinayotgan iyonlarning va berilayotgan yordamlarning bunchalik oz bo'lishi odamni ichindirmay qolmaydi. Hozir xalqaro matbuotlarga qaraydigan bo'lsak, biz to'g'riliq ishlanayotgan xabarlar va programmalar oz emas. Ammo bu hammasi emas. O'zining muntazam mediasi bo'lmagan bir millatning obrazi yot millatning mediasida xohlagancha ifodalandi. Shu sababdan xalqaro medialar orqali bizning obrazimiz dunyoga boshqacha tunishtirilmoqda. Agar o'zimizning milliy matbuotlarimiz kuchli va xalqaroda e'tirofga erishgan bo'lsa edi, ishlar boshqacha bo'lgan bo'lardi. O'zimizning mustaqil radio televiziyalarimiz kuchli va muntazam bo'lgan bo'lsa edi, xalqimizmi bu qadar zulm ostida turibmi bunchalik past holatga tushib qolmagan bo'lardi. Tashqi tashviqot va ichki tashviqotimiz haqiqatan bek ojiz. Ammo bugungi vaziyat bizdan bek ko'p xizmatlarni qilishni kutyapmoqda. Afsus, buningga kuchimiz yetmayotdi. Bu yerda men Uyg'ur radio televiziyasining beshidan o'tgan kichkina qiziqarli bir ishni qistirib o'tkim keldi. Uyg'ur radio televiziyasi 2017-yili büyük arzu armanlar bilen dağdığılık içiliş murasimi orqali bütün dünyaya Uyg'urlarning mustaqil radio ve televiziyasının kurulganlığını jakaladı. 7 gün 24 saatlik televiziya taqtishimiz bütün muhaciratdagi xalqimizni hayacanlandırdı. Bunun bilen birlikte biz to'g'riliq her xil söz cho'chak ve rivayetlermi chiqishga başladı. Mesela Uyg'ur radio televiziyasının keyinde çoğun devletler bar ekan. Palani bay bir çamdan pul avatibdi. Absalom Palaniyaga berib Fukuni baydan $1 milyon pul ekilibdi degandek. Bu rivayetler bizning qo'liqimizga sal keyinroq kirdi. Bu chaq bizning 7 kun 24 soatlik tarqitishning oylik mulozimat pulini to'layamay, tarqitishni vaqtliq to'xtatib turishni o'ylashayotgan vaqtlarimiz edi. Biz to'g'riliq chiqayotgan bu so'z cho'chak va rivoyatlarga faqat ochiq kulki bilan javob berdik. Hech kimga hech qanday tushunchami bermadik. Baribir ishonmaydi-ku deb yo'limiz jafoliq bo'lsa-mu davom qildik. Bu isning ochiqligini faqat biz va bizga o'xshashlar biladi. Bu xildagi so'z cho'chaklarning ziynini xeli tortdik. Az sondagi sabdoshlarimizning bizga bo'lgan ishonchisi ojizildi va asta-asta bizdan yiroqlashdi. Hatto keyincha telefonlarimizni olmaydigan bo'lib oldi. $1 milyon pul batırıp bizga maoshmi bermadi. Hatta kiroyimizni ko'tarmadi. Va kazalar sebep bo'ldi. Hatta keyingi vaqtlarda ba'zilar biz bilan rasmiy maosh to'g'riliq so'zlashadigan bo'lib ketdi. Shu chaqda biz o'zimizning boshqalarning nazarida allaqachon kuchlik va cho'ng shirkatga aylanib bo'lganligimizni his qildik. Ozg'ini bo'lsa-mu bizga yordam qilayotgan bir qancha qarindoshlarimizning yordamimi to'xtab qoldi. Shuning bilan kundan kunga televiziya programmalarimiz ozlashib qarab mavdi. Bir qancha o'zi millioner bo'lmasa-mu 4 tenge pul tepayotgan odatdagi tijoratchi do'stlarimizning samimiy yordami va o'z maoshlarimizdan ayirib chiqqan ozg'ina pulning barkati bilan xizmatlarimizni davomlashtirib kelyapmiz va mavjudligimizni saqlab qolyapmiz.
Sepimizga yangidan qo'shilayotgan fidokor sabdoshlarimiz bilan texmi kuchlanib 2021 yillik tashviqot xizmatlarimiz uchun tayyorlanyapmiz. Bizni yerim yo'lda qo'ymagan Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Qarindishim, agar bizning rostilla chamadonlab pul beradigan kapitalistlarimiz bo'lgan bo'lsa edi, millatimizning taqdirida zo'r o'zgarishlar bo'lgan bo'lardi. Hukumatlarimiz muntazam va mustaqillik da'voyimiz yuqori saviyada elib beriladi. Uyg'ur agentligimi bugun sizning yordamingizga muhtoj bo'lmaydi. Uyg'ur radio televiziyasining 7 kun 24 soatlik tarqitishimi vaqtliq to'xtab qolmaydi. Milliy obrazimizmi xalqaro sahnalarda boshqacha tunishtirilmaydi. Xitoymi millatimizni bu qadar izalmaydi. Xitoy chet ellardagi bizga o'xshash siyosiy faoliyatchilarni tahdid va bisim orqali to'xtamaydiganligini yaxshi bilgachgan. O'zining chet eldagi Uyg'ur sifatlik yaloqchilari orqali yuqorqidek so'z cho'chak va rivoyatlarni tarqitish orqali siyosiy da'vogarlarimiz, faoliyatchilarimiz va tashviqot xizmatlarimizni ojizlashtirish maqsadiga yetadi va yetyapti. Shunga oxirida butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimga deydiganim, Uyg'ur agentligi to'g'riliq yuqorqidek so'z cho'chak va rivoyatlarni anglagan bo'lsangiz, uning ishonmang. Sagak bo'ling. Xalqingizning ozodligi, davlatingizning mustaqilligi uchun xizmat qilayotgan qarindoshlaringizning yanında mahkam turing. Hech bo'lmaganda duolaringizda ularni yod etingki, Uyg'urning ovozi bo'g'ilmasin. Xalqimizning chekayotgan ahu faryodini dunyoga yetkazayotgan matbuotlarimiz palash bo'lib qolmasin. Uyg'urlar yo'qolib ketmasin.